Assalomu alaykum aziz do'stlar, sizlar bilan Uzur dasturchi YouTube. Bugungi darsimizda marginning qoidalarini haqida ko'rib chiqamiz. Title'ga bo'lsa margin asoslari deb qo'ysam bo'laveradi. Aytaylik bizda bitta div, oddiy div emas endi, box deb qo'yaylik, quti degani. Hop, endi shunga stil beramiz. Endi style'dan qo'yamiz. Birinchi o'rinda albatta margin padding box, sizing border box va endi shu nokta boxga width'ini aytaylik 300 piksel, height'ga 300 piksel va background color bo'lsin magenta bo'la qolsin. Yo, magenta ekan. Pink. Nima deysiz? O, pink boshqacha olgan yaxshi. Hop, endi shunga aytaylik. Pink bo'lsa, endi shunga o'tganimiz border radius. Aytaylik 10%. 10% dan bo'ladi-yu, nimaga 40%, 50%. Ya, 20%. 10%. 10% bo'ladi desa bo'ladi. Xullas shunaqa. Endi aytaylik, biz shuni tepadan pastga tushirmoqchi bo'lsak, margin top beramiz va 10 piksel bersak, yana bu tepadan suradi, ya'ni qator ustidan surish margin top. Margin left bo'lsa yondan suradi, margin chap tomondan suradi. Endi shu yerda margin right 10 piksel desak, o'ngdan chap tomonga suradi. Shunaqa. Endi qarab turinglar do'stlar, yana bitta narsani o'rgataman. Buni ichida aytaylik, main, ya'ni asosiy degan narsa bor. Nuqta main deb qo'ysak va xuddi shu narsalarni bunga ham tashlab qo'ysak, mana hop, 100 yetadi bizga, 100 yetadi. Endi qaranglar, bundan marginlarni olib tashlaymiz. Hop, mana shunday turibdi. Endi bundan marginlarni olamiz. E'tibor beringlar, bizda ikkita div elementimiz, biri kichkina, biri katta. Hop, endi tasavvur qiling, shu boxdan margin top berib 10 piksel berib yuborsam nima bo'ladi? E'tibor, hatto mana bu ham pastga tushib ketib qoladi. Men past shu tepadan 10 piksel suraman-da, hatto bunga ham zarar beryapti umuman kodimga. Aytayman, shuni hozir ko'rlarli bo'lmadim. Shuni ham 120 qilib qo'ysam, mana shu polni tushib ketib qoladi, mana ko'rasizlar. Bitta men bunga 120 piksel margin top bo'lsa, bu ham tushib ketib qoladi. Bu marginning alinaqa xatoligi desa ham bo'ladi. Xatolik emas. Margin top xato ustidan joy ochadi. Keyin hozir yana bitta kodimiz bor. Marginni tushuntirib o'tdim. Misol aytaylik, margin tepabastdan 10 piksel, ikki yondan 10 piksel deb qo'ysak. Mana ko'ryapsizlar, buni ham suryapti, lekin o'zi ham normalniy holat kelyapti. Endi bizda zo'r qoida bor, marginni o'chirib turamiz. Marginni o'rganmoqda degan bittaman. Padding 10 piksel, 20 piksel va 10 piksel deb qo'yaylik. Hop, bu yaxshi ko'rinmadi. Padding top 200 piksel deb qo'ysak, mabodo. E'tibor beramiz. Bunga hech bola ta'sir qilmadi. Nimaga? Chunki buning tagida div borligi uchun padding top sen tagingda biron narsa bor, menga xalaqit beryapti dedi. Shuning uchun mana отказ berdi, bunga ishlamadi. Mana pastdagi kodga esa ishladi. Ya'ni padding top tepadan 200 piksel joy qo'shib ber deyapti. Mana u qo'shib berdi. Hop, endi aytaylik shuni padding o'zini yozsak 10 piksel tepa pastga joy bo'shatadi ichkaridan, 20-30 piksel ikki yondan joy ochadi.
e'tibor beramiz. Qiziq. Padding left. 100 piksel. Mana. Enter bosdik. Xullas shunaqa. Marjinlar bu qator ustidan joy ochadi. Paddinglar qatori ichidan. Shunaqa gaplar. Sizlar mavzu dastur kutilib, like, kommentlar bosib qo'yishni unutmang.